Assalomu alaykum hurmatli hakamlar hay'ati va bugungi eng namunali sardorlar kengashi tanlovining respublika bosqichi ishtirokchilari bo'lgan lider sardorlar. Sardorlar aslida qanday bo'lishi kerak? Sardorlar tashabbuskor, notiq, ijtimoiy soha bilimdoni, qobiliyatli va eng asosiysi hammaga o'rnak bo'la oladigan lider bo'lishi lozim. Keling, siz bilan Toshkent viloyati Chinoz tumani sardorlarining chiqishlarini tomosha qilaylik-chi. Ularda ham yuqorida keltirilgan qobiliyatlar bormikin? Marhamat. Kelajak yoshlari, barkamol avlodlari, istiqbol ishonchlari, O'zbekiston yoshlari. Yangi zamon, yangi imkoniyat, maqsadlarni bizda yaxshi niyat. Kelajak bugundan boshlanadi, his etamiz biz yoshlar katta mas'uliyat. Zamonaviy yoshlar, bizlarga qo'shiling, maqsad sari birga harakatda bo'ling. Bizga berilgan ishonchni oqlab, katta zafarlarga erishamiz. Kelajak yoshlari, barkamol avlodlari, istiqbol ishonchlari, O'zbegim yoshlari. Kelajak yoshlari, barkamol avlodlari, istiqbol ishonchlari, O'zbekiston yoshlari. Asr aytsi olami, innovatsion yoshlar qalami, yuksak maqsadlar yo'lida kengdur imkoniyatlar ko'lami. TikTok, Telegram, Facebook, Instagram, samarali qo'llasang foydali biram. Zamonaviy yoshlar, bizlarga qo'shiling, maqsad sari birga harakatda bo'ling. Bizga berilgan ishonchni oqlab, katta zafarlarga erishamiz. Kelajak yoshlari, barkamol avlodlari, istiqbol ishonchlari, O'zbegim yoshlari. Kelajak yoshlari, barkamol avlodlari, istiqbol ishonchlari, O'zbekiston yoshlari. Birlashib, raqiblari bilan kurashib, yengilmaydi kuch sinashib, bizning chempion sportchilar. Izlanishdan to'xtamaydi, vaqti bekor sarflamaydi, ilm fandan charchamaydi, ixtirochi yosh olimlar. Haqiqatni doim so'zlar, yangilikni tinmay izlar, axborotlaridir tezkor, so'zi erkin jurnalistlar. Har xil sohada mavzu yoritar misli ko'zgu, lekin maqsadi ezgu. Internetda blogerlar, Vперед O'zbekiston! Kelajak yoshlari,